Kompozitlar. Ularni sifatga ta'sir etuvchi omillar bular tarkibidagi to'ldirgichning hajmi, tarkibi va shakli hisoblanadi. Ushbu sxemada to'ldirgich hajmi oshgani sayin uning mustahkamligini ortishi, estetik xususiyatni esa pasayishi ko'rsatilgan. Tarkibidagi to'ldirgich hajmi qanchalik kichkina bo'lsa, uning silliqlanishi, quruq yaltiroqlik xususiyati shunchalik yuqori bo'ladi, ammo bunday plombadan qilingan restavratsiya mustahkamligi past bo'ladi. To'ldirgich hajmi qanchalik katta bo'lsa, unda mustahkamlik yuqori bo'ladi, lekin uni silliqlanishi, quruq yaltiroqlik xususiyatlari yomonlashadi. Kimyo yo'qotuvchi kompozitlar ikki komponentli bo'ladi, ya'ni pasta kukun bo'ladi. Ularning bir komponenti kimyoviy aktivator, ikkinchi komponenti esa kimyoviy initiatorlardan iborat bo'ladi. Qorish vaqtida polimerizatsiya boshlanib, erkin radikallar hosil bo'ladi. Ularning ijobiy xususiyatlari plombani miqdori va qalinligidan qat'iy nazar polimerizatsiya bir tekisda boshlanib, erkin radikallar hosil bo'la boshlaydi. Ularning kamchiliklari esa polimerizatsiyadan so'ng plomba tarkibida kimyoviy aktivator qolib, turli xil reaksiyalarga kirish natijasida plombani rangini o'zgartiradi va vaqt chegaralangan bo'ladi, ya'ni ular tez qotib qoladi. Bu bilan qotuvchi kompozitlar, fotopolimerlar, ularning qochishi fotoenergiyasi orqali aktivlanadi. Ularda to'lqin uzunligi 400-500 nanometr bo'lgan yuqori intensiv ko'k lampalardan foydalaniladi. Ularning afzalliklari kompozitlarni aralashtirishni talab etmaydi, ishlash vaqtida o'z qovushqoqligini o'zgartirmaydi, plomba modelировкасы uchun zarur vaqtni beradi va turli xil ranglarda kombinatsiya qilib ishlatsa bo'ladi. Ularning kamchiliklari esa restavratsiya uchun uzoq vaqt ketadi, ya'ni 40-60 daqiqa, kimyoviy kompozitlarga esa 25-30 daqiqa yetarli bo'ladi. Narxining qimmatligi va ko'z uchun lampaning zararli ta'siri hisoblanadi.